Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda og'riqli, lekin har bir oilaga tegishli bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Qarz sababli qariyalarni, pensionerlarni, yolg'iz onaxon va otaxonlarni uydan chiqarib yuborish holatlari. Bu masala faqat qarzdor odamga tegishli emas. Ertaga farzandingiz kredit olsa, qarindoshingiz kafillik qilsa, uyingiz garovga qo'yilsa yoki meros masalasida xatolik bo'lsa, sizning oilangiz ham shunday muammoga duch kelishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'rishingiz juda muhim. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman mumkin. Qachon olib qo'yilishi mumkin emas. Qariyalarni ko'chaga haydash qonunimi yoki yo'qmi? Bank, sud, ijrochi va qarz beruvchilar nima qila oladi? Siz esa o'zingizni qanday himoya qilishingiz kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot bir kuni sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Avvallari odamlar qarzni ko'proq qo'lma-qo'l tanish bilishdan, qarindoshdan, mahalladagi odamdan olardi. Ko'pincha falon kuni qaytaraman deb og'zaga kelishilardi. Uy-joy masalasiga esa kamroq tegilardi. Chunki odamlar uyini oxirgi chora sifatida ko'rardi. Ammo hozir vaziyat o'zgardi. Kreditlar ko'paydi, mikroqarzlar ko'paydi. Onlayn qarz olish osonlashdi. Kafillik shartnomalari, garov shartnomalari, notarial tilxatlar ko'paydi. Eng xavflisi, ko'p odamlar nimaga imzo qo'yayotgani oxirigacha o'qimaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shunday. O'g'il biznes qilaman deb kredit oladi. Ona yoki ota bolamga yordam bo'lsin deb uyini garovga qo'yadi. Boshida hamma narsa yaxshi ko'rinadi. O'g'il 2-3 oy to'laydi, keyin ish yurishmaydi, foizlar yig'iladi, pensiya qo'shiladi. Bank ogohlantiradi, keyin sudga beradi. Sud qaror chiqaradi, ijro ishi ochiladi, garovdagi uy auksionga chiqarilishi mumkin. Ana shunda ota-ona men qarz olmaganman-ku, nega uyim ketishi kerak deb. Lekin hujjatda uy garovga qo'yilgan bo'lsa, bu juda jiddiy masala. Yana bir o'zgarish, hozir ijro tizimi elektronlashgan, qarzdorlik bazalari bor. Sud qarorlari tezroq ijroga yo'naltiriladi. Ilgari yillar davomida cho'zilgan ishlar hozir ancha tez harakatga kelishi mumkin. Bu yaxshi tomoni bilan kreditor huquqini himoya qiladi, lekin yomon tomoni shundaki, huquqiy savodi past odamlar, ayniqsa keksalar, nima bo'layotganini tushunib ulgurmay qoladi. Ular chaqiruv qog'ozini olmaydi, sudga bormaydi, e'tiroz bildirmaydi. Keyin qaror kuchga kirgandan keyin nega hech kim so'ramadi deb qoladi. Birinchi eng muhim qoida. Har qanday qarz uchun odamni darhol uyidan haydab bo'lmaydi. Qarzing bor, hozir chiqib ket degan gap qonun emas. Uy-joyga tegishli masala faqat qonuniy tartibda hujjatlar asosida. Sud qarori yoki qonunda belgilangan ijro hujjati asosida amalga oshiriladi. Agar kimdir kelib, men qarz berganman, uyni bo'shat desa, bu o'zboshimchalik bo'lishi mumkin. Bunday holatda darhol mahalla profilaktika inspektori, advokat yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. Ikkinchi qoida, agar uy garovga qo'yilmagan bo'lsa, oddiy qarz uchun uy masalasi avtomatik tarzda hal bo'lib ketmaydi. Masalan, pensioner otaxon qo'shnisidan 20 million so'm qarz oldi, tilxat yozdi. Qarzni qaytara olmadi. Qo'shni sudga murojaat qilishi mumkin. Sud qarzni undirish haqida qaror chiqarishi mumkin. Keyin ijrochi otaxonning pensiyasidan qonunda belgilangan miqdorda ushlab qolishi, bank hisoblarini tekshirishi, ayrim mol-mulkka qaratishi mumkin. Lekin bu ertaga uydan chiqarib yuboriladi degani emas. Uy-joy masalasi juda ehtiyotkorlik bilan ko'riladi, ayniqsa bu yagona yashash joyi bo'lsa. Uchinchi qoida, garov bo'lsa xavf ancha yuqori. Agar uy bank kreditiga garovga qo'yilgan bo'lsa, qarz to'lanmasa dedi. Kreditor garov predmetiga talab qaratishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, qarz qaytmasa, garovdagi uy sotilib, qarz yopilishi mumkin. Mana shuning uchun men doim aytaman, uy garovi bu shunchaki rasmiyatchilik emas. Bank xodimi xavotir olmang, bu oddiy garov desam, siz tushunishingiz kerak. Bu uy qarzni ta'minlab turibdi. Qarz to'lanmasa, uy xavf ostida qoladi. Keling, aniq misol bilan tushuntiraman. Bir oila 300 million so'm kredit oldi. Ota-onaning uyi garovga qo'yildi. Oyga 2 million so'm to'lov belgilandi. Dastlab 6 oy to'landi, keyin biznes yurishmadi. Qarzdorlik 3 milliondan tashqari foiz va jarimalar bilan 306 millionga chiqdi. Bank bir necha marta ogohlantirdi. Qarzdor yana ozgina kuting dedi, lekin rasmiy qayta tuzish shartnomasini qilmadi. Bank sudga berdi. Sud garovga talab qaratish haqida qaror chiqardi. Keyin uy baholandi va auksionga chiqarilishi mumkin bo'ldi. Mana shu bosqichda ota-ona yig'lab yuradi. Ammo savol, ular garov shartnomasini imzolaganmi? Notariusda tasdiqlanganmi? Uy egalari rozilik berganmi?
Agar hammasi qonuniy bo'lsa, vaziyat juda og'irlashadi. 4-qo'yda. Kafillik ham xavfli. Ko'p otaxon, onaxonlar farzandiga yoki qarindoshiga kafil bo'ladi. Men faqat ishonch uchun imzo qo'ydim deyishadi. Aslida kafil degani qarzdor to'lamasa, siz ham javob berishingiz mumkin degani. Masalan, jiyaningiz taqinsin million so'm kredit oldi. Siz kafil bo'ldingiz. Jiyan to'lamadi. Bank sizdan ham talab qilishi mumkin. Siz pensiyada bo'lsangiz ham daromadingiz, hisob raqamingiz, ayrim mol mulkingiz tekshirilishi mumkin. Kafillik uy garovi bilan bir xil emas, lekin baribir katta majburiyat. Kimlar eng ko'p xavf ostida? Birinchisi, uyini farzandi yoki qarindosh krediti uchun garovga qo'ygan keksalar. Ikkinchisi, nimaga imzo qo'yganini tushunmagan pensionerlar. Uchinchisi, meros bo'yicha uy rasmiylashtirilmagan oilalar. To'rtinchisi, ajrimdan keyin uy ulushi aniq belgilanmagan oilalar. Beshinchisi, noqonuniy qarz beruvchilardan katta foizga pul olganlar. Oltinchisi, sud chaqiruvlariga beparvo qaraydiganlar. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz hech qanday garov shartnomasiga imzo qo'ymagan bo'lsangiz. Uy sizning yagona yashash joyingiz bo'lsa, qarz sizniki bo'lmasa, sud qarori bo'lmasa, hech kim sizni shunchaki qo'rqitib uydan chiqarib yubora olmaydi. Lekin xavotir olmayman deb hujjatlarni e'tiborsiz qoldirish ham noto'g'ri. Chunki ba'zida odam o'zi bilmagan holda hujjatga imzo qo'ygan bo'ladi yoki uyga boshqa shaxsning ulushi aralashgan bo'ladi. Birinchi misol, onaxonning 2 o'g'li bor. Katta o'g'il chet elga ketmoqchi bo'lib 1 million so'm qarz oladi. Onaxon uyimni sotmayman, faqat tilxat yozib beraman deb o'ylaydi. Lekin notariusda tuzilgan hujjatni o'qimaydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, bu oddiy tilxat emas, balki qarzni tan olish va majburiyat olish hujjati bo'lgan. Agar hujjatda uy garovi bo'lmasa, kreditor uyni darhol ololmaydi. Lekin sud orqali qarzni undirishga harakat qiladi. Onaxonning pensiyasidan ushlab qolish masalasi kelib chiqishi mumkin. Demak, har bir imzo huquqiy oqibat keltiradi. Ikkinchi misol, otaxonning nomidagi hovli bor. Qizi turmush o'rtog'i bilan do'kon ochmoqchi bo'ladi. Bank 200 million so'm kredit beradi, hovli garovga qo'yiladi. Qiz va kuyov ajrashib ketadi, kredit to'lanmaydi. Otaxon kuyov oldi. Men nega javob beraman deydi. Lekin garov hujjatida uy egasi sifatida otaxon rozilik bergan bo'lsa, bank uchun oilaviy kelishmovchilik asosiy masala emas. Bank garovga qaraydi. Bu juda achchiq haqiqat. Lekin odamlar buni oldindan bilishi kerak. Uchinchi misol. Bir pensioner 3 million so'm mikroqarz oladi. Foizlar kechiktirilgan to'lovlar sabab qarzdorlik 25 millionga chiqadi. Tashkilot vakillari telefon qilib, uyingizga boramiz. Narsalaringizni olib ketamiz deb qo'rqitadi. Bunday tahdidlarning hammasi ham qonuniy emas. Qarzni undirishning tartibi bor. Uyga kirish, buyumlarni xatlash, sotish kabi harakatlar faqat vakolatli ijro organlari tomonidan tegishli hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Oddiy kollektor yoki qarz beruvchi kelib eshikni buzib kira olmaydi. 4-misol. Uy otaning nomida, lekin uyda uning xotini, voyaga yetmagan nabiralari, nogiron farzandi yashaydi. Ota qarz olgan. Bunday vaziyatda ham har bir shaxsning huquqi alohida ko'riladi. Uyda ro'yxatda turgan odamlar borligi, voyaga yetmaganlar manfaatlari, nogiron shaxsning sharoiti, yagona yashash joyi ekanligi kabi holatlar ishni murakkablashtiradi. Bu uy hech qachon sotilmaydi degani emas. Ayniqsa garov bo'lsa, lekin jarayon oddiy qo'rqitish bilan emas, sud va ijro tartibida hal qilinishi kerak. Eng katta tuzoq faqat formalnost degan gap. Hujjati formalnost bo'lmaydi. Notariusda imzo qo'yilgan har bir shartnoma keyin sudda dalil bo'lib turadi. Garov shartnomasi, kafillik shartnomasi, qarzni tan olish haqidagi tilxat, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi. Ishonchnoma, bularning har biri katta oqibatga ega. Ikkinchi tuzoq, ishonchnoma, ba'zi keksali farzandiga borib hujjatlarni hal qil deb umumiy ishonchnoma beradi. Keyin farzand uy bo'yicha bitim qilganini bilmay qolishadi. Ishonchnoma berayotganda unda qaysi vakolatlar yozilganini aniq ko'ring. Sotish huquqi bormi? Garovga qo'yish huquqi bormi? Bankdan kredit olish huquqi bormi? Pul olish huquqi bormi? Bularning hammasi xavfli bandlar. 3-tuzoq. Meros rasmiylashtirilmagani. Ota vafot etgan, uy hali ham uning nomida, farzandlar esa baribir bizniki deb yashayapti. Shu paytda ulardan biri qarzga botadi yoki ulushini sotmoqchi bo'ladi. Meros huquqi vaqtida rasmiylashtirilmagani sabab keyin janjal, sud, qarz, ulush ajratish masalalari chiqadi. Keksalar tirikligida ham vasiyat, hadya, ulush, mulk huquqi masalalarini aniq qilib qo'yish kerak. Lekin buni ham shoshilmasdan advokat bilan maslahat qilib qilish kerak. 4-tuzoq, hadya qilib qo'yish.
Ba'zi ota-onalar uyimni o'g'limga hadya qilsam muammo bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin uy farzand nomiga o'tgandan keyin u farzandning qarzlari, oilaviy nizolari, ajmi, krediti, sud ishlari bu uyga ta'sir qilishi mumkin. Eng achinarlisi, ota-ona keyin o'z uyida mehmondek bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun uyni hadya qilishdan oldin 1000 marta o'ylash kerak. Agar hadya qilinayotgan bo'lsa, ota-ona yashash huquqi, foydalanish tartibi, boshqa kafolatlar haqida huquqshunos bilan albatta maslahatlashish zarur. 5-nozik jihat. Sudga bormaslik. Ko'pchilik sudga borsam yomon bo'ladi. Bormasam tinchib ketadi deb o'ylaydi. Aksincha sudga bormasangiz o'z e'tirozlaringizni ayta olmaysiz. Qarzdorlik miqdori noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Foizlar oshirib yozilgan bo'lishi mumkin. Da'vo muddati masalasi bo'lishi mumkin. Siz imzo qo'ygan hujjat shubhali bo'lishi mumkin. Bularni sudda ko'tarish kerak. Sud chaqiruvini olganingiz zahoti ish materiallari bilan tanishing. Advokatga boring, yozma e'tiroz tayyorlang. 6-jihat, baholash va auksion. Agar garovdagi uy sotilishi bosqichiga kelgan bo'lsa, uy qanday baholanayotgani juda muhim. Ba'zida odamlar uyning bozor qiymati 2 million bo'lsa ham past baholanishidan qo'rqadi. Siz baholash hisobotini ko'rishga, e'tiroz bildirishga, mustaqil baholovchi xulosasini taqdim etishga harakat qilishingiz kerak. Chunki uy past narxda sotilsa, qarz yopilmay qolishi va odam ham uydan, ham qo'shimcha qarzdan qiynalishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar sizga qarz sabab uyga xavf borligi aytilgan bo'lsa, birinchi qadam, vahmaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Telefon orqali aytilgan gap bilan emas, hujjat bilan ishlang. Kim da'vo qilyapti? Bankmi, mikromoliya tashkilotimi, jismoniy shaxsmi, ijrochimi? Ulardan rasmiy hujjat nusxasini so'rang. Ikkinchi qadam, quyidagi hujjatlarni yig'ing. Uyga egalik hujjati, kadastr hujjati, garov shartnomasi bo'lsa, uning nusxasi, kredit shartnomasi, kafillik shartnomasi, tilxat, notarial hujjatlar, sud chaqiruvi, sud qarori, ijro varaqasi yoki ijro ishi haqidagi hujjatlar. To'langan pullar kvitansiyalari, bank ko'chirmalari, pensiya yoki daromad haqida ma'lumotnoma, uyda kimlar yashashi va ro'yxatda turishi haqidagi ma'lumotlar. Agar uyda voyaga yetmagan bola, nogiron shaxs, yolg'iz pensioner yashasa, buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlang. 3-qadam, sud qarori bor yo'qligini tekshiring. Agar sizga sud bo'lgan deyishsa, qaysi sud, qachon, qaysi ish raqami, qanday qaror nusxasini oling. Agar qarordan bexabar qolgan bo'lsangiz, appelyatsiya yoki protsessual muddatni tiklash masalasini advokat bilan ko'ring. Har bir holatda muddatlar muhim, shuning uchun bir oy kutib yurish katta xato bo'lishi mumkin. 4-qadam. Bank yoki kreditor bilan yozma muzokara qiling. Og'zaki kutib turing yetarli emas. Qayta tuzish, bo'lib to'lash, imtiyozli davr, penya kamaytirish, qarzdorlik jadvalini qayta ko'rib chiqish bo'yicha yozma ariza bering. Arizangizni 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydiring yoki elektron tarzda yuborsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi dalilni saqlang. 5-qadam, ijrochi bilan qonuniy muloqot qiling. Ijro ishi ochilgan bo'lsa, davlat ijrochisiga boring. Ish materiallari bilan tanish haqida ariza yozing. Qanday summa undirilmoqda, qaysi hujjat asosida, qaysi mol-mulk xatlangan, qanday harakatlar rejalashtirilgan, barchasini bilib oling. Agar ijrochi harakatlarda qonunbuzarlik ko'rsangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish mumkin. 6-qadam, keksalar uchun alohida himoya choralarini ko'ring. Agar ota-onangiz yoki buyingiz, bobongiz hujjatga imzo qo'yish kerak bo'lsa, ularni yolg'iz yubormang. Hujjatni uyga olib kelib o'qing, advokatga ko'rsating. Hozir imzo qo'ymasangiz kredit chiqmaydi degan shoshilishlarga aldanmang. Bir kun kechikkan kreditdan ko'ra bir umrga ketadigan uy muhimroq. 7-qadam, noqonuniy bosim bo'lsa, dalil yig'ing. Kimdir kelib haqorat qilsa, qo'rqitsa, uyga bostirib kirishga urinsa, telefon qilib tahdid qilsa, imkon qadar qonun doirasida audio, video, skrinshot, guvoh ko'rsatmasi kabi dalillarni saqlang. Keyin profilaktika inspektori, ichki ishlar organlari yoki prokuraturaga murojaat qilishingiz mumkin. Qarzni talab qilish huquqi bor, lekin tahdid qilish, kamsitish, qo'rqitish, o'zboshimchalik qilish huquqi yo'q. 8-qadam, hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Keyin to'ldirib qo'yamiz degan gap juda xavfli. Sana qo'yilmagan tilxat, summa yozilmagan hujjat, bo'sh shartnoma, tushunarsiz bandlar, bular keyin katta muammo bo'ladi. Har bir sahifani o'qing, nusxa oling, imzodan oldin savol bering. 9-qadam, farzandlar bilan ochiq gaplashing. Ko'p keksalar uydan ayrilish xavfini farzandlar uchun sir saqlaydi.
uyaladi. Bu noto'g'ri. Oila birgalikda qarz miqdorini, to'lov jadvalini, sotish kerak bo'lsa, boshqa mulkni, qarzni qayta moliyalashtirishni, suddagi himoyani ko'rib chiqish kerak. Vaqtida harakat qilinsa, ba'zi holatlarda uy saqlab qolinadi yoki hech bo'lmasa zarar kamaytiriladi. 10-qadam malakali maslahat oling. Mahallada hamma maslahat beradi. Lekin uy-joy va qarz masalasi professional yondashuv talab qiladi. Advokat, notarius, kadastr mutaxassisi, bank yuristi, ijro bo'yicha mutaxassis bilan gaplashing. Birgina noto'g'ri ariza yoki o'tkazib yuborilgan muddat keyin juda qimmatga tushadi. Muhim xulosa shuki, qarz masalasida eng xavfli narsa qarzning o'zi emas, hujjatni tushunmasdan imzolash va vaqtida harakat qilmaslikdir. Agar uy garovga qo'yilmagan bo'lsa, kimdir sizni qo'rqitib darhol haydab yuborishga haqli emas. Agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, xavf real, lekin baribir jarayon qonuniy tartibda bo'lishi kerak. Agar sud qarori bo'lsa, uni tekshirish, e'tiroz bildirish, ijro jarayonidagi huquqlaringizni himoya qilish kerak. Agar qarz sizniki bo'lmasa, hujjatlarni ko'rsatmasdan hech narsaga ishonmang. Bugun men sizga qariyalarni qarz sabab uydan chiqarish mavzusida eng muhim jihatlarni tushuntirdim. Esingizda bo'lsin, hech kim og'zaki tahdid bilan odamni uydan haydab yubora olmaydi, lekin garov, kafillik, notarial hujjat, sud qarori va ijro ishi bo'lsa, masala juda jiddiylashadi. Shuning uchun har bir imzodan oldin o'qing, har bir chaqiruvga e'tibor bering, har bir qarz bo'yicha hujjatlarni saqlang. Sizning oilangizda yoki tanishlaringiz orasida shunday holat bo'lganmi? Qarzdorlik, kredit, garov yoki kafillik sabab uy-joy xavf ostida qolganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa ota-onalarimiz, buvilarimiz va bobolarimizni himoya qilish uchun juda zarur.